Ishxonamizga Ferrari kelgan. Bilasizlarmi, qaysi Ferrari bu? Pultini ham ko'rsatay. Naryoqda Li9 keldi, moylarni almashtirishimiz kerak. Ferrari emas-ku, lekin Xitoyda bilmayman nima modeli bu, lekin ja o'zgacha mashina ekan. Michelin ballonlarda Brembo. Netami? Neta X ekan. Xarakteristikasi bilan aniq tanishmadim u. Orqalarini men sizlarga bitta ko'rsataman. Eshigi ham o'zi ham bir 1,5 metr bor ekan u. Nech pul atrofida ekan? 30 mingga yaqin, probegli ekan. 7 ming yurgan, Xitoydan olib kelgan ekan. Ishlari ham allambalo ekan. Necha sekundda 100 ga chiqadi, zapas hodi qancha to'g'risini aytsam bilmayman. Lekin bu mashinani biza ishini olib qolganmiz mana. Miatinasi chiqib qolgan, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa mayda-chuyda miatinasi bor. Buni Nozim ukamiz avtovakum qilib beradi. Naryoqda bitta haval olib qolgan ekan. Havalni ham hali ko'rsatamiz. Bu yoqda ichkaridagi ishi bilan ham bitta ko'rsatayda sizlarga. BYD xan olib qolingan, bu yoqda mokriy asfalt orqasidan yaxshi yeganida, mana kriloni o'zini qilib berdi. Lekin bitta ikkita mayda-chuyda shagrinni ko'rdim, lekin ish qilib ham amallabsan, baraka top, zo'r bo'pti. Mana shu profilni atmitga qilib qo'yaman, Nozim ukamizda, meni jiyanim Sherdod. Avtovakum bo'yicha buni obunachisi bo'lsanglar, chiroyli qilib beradi. Endi ishni boshlagan-ku. Men sizni obunachingizman deb aytsangiz, erib ketadi-da, tekin ham qilib yuborishi mumkin. Ja tekin qilmasa ham, tekinga qilmaydi-ki. Xullas, sal o'tib beradi. Chiroyli qilib beradi mana shu ishlaringni. Profilni atmitga qo'yaman, podpiskani bosib qo'yinglar YouTube kanaliga.